Peshin namozining 4 rakat sunnatini o'qilish tartibini o'rganamiz. Peshin namozining 4 rakat sunnatini niyat qilish bilan boshlaymiz. Niyat quyidagicha. Niyat qildim, peshin namozining 4 rakat sunnatini qiblam bo'lmish Ka'baga yuzlanib o'qimoqlikni Allohu akbar deb qo'llarimizni ko'kraklarimiz barobarida ko'tarib, chap qo'limizni ustiga o'ng qo'limizni qo'yib, qo'llarimizni bog'laymiz. Ana shunday holatda sanoni o'qiymiz. Subhanak Allohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Undan keyin a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin ar-rohmanir rohim maliki yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Undan keyin bitta zam sura qo'shamiz. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Undan keyin takbiri tahrima Allohu akbar deb rukuga boramiz. Rukuda tizzalarimizni ushlagan holatda 3 marotaba Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb aytamiz. Ana undan keyin Sami Allohu liman hamidah Rabbana va lakal hamd deb aytamiz. Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdaga borayotganda avval aytganimizdek birinchi tizzamizni, undan keyin qo'llarimizni va undan keyin peshona va burnimizni yerga tegizamiz. Va sajdada turgan holatda Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Qa'dada o'tiramiz. Birinchi qa'dada biroz tin olgach Allohu akbar deb yana sajdaga boramiz. Sajdada yana 3 marotaba Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytamiz. Allohu akbar deb qiyomga turamiz. Bismillahir rohmanir rohim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin ar-rohmanir rohim maliki yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yana bitta zam sura qo'shamiz. Idza jaa nasrullohi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allohu akbar deb ruku qilamiz. Rukuda 3 marotaba
subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim deb aytamiz. Va samiallohu liman hamidah deb qomatlarimizni tiklaymiz. Qomatimizni tik tutgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada yana 3 marotaba subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb aytamiz. Allohu akbar deb qa'dada o'tiramiz. Biroz tin olgach yana Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada yana 3 marotaba subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb aytamiz. Va Allohu akbar deb qa'dada o'tiramiz. Tashahhudni o'qiymiz. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna ala ibadillahis solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Ana undan keyin Allohu akbar deb peshin namozimizning 3-rakatiga qiyomda turamiz. Yana qo'llarimizni, chap qo'limizni o'ng qo'limizni ustiga qo'ygan holatda bog'lab Fotiha surasini o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Undan keyin bitta zam sura qo'shamiz. Inna a'taynakal kawthar fasolli li robbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Undan keyin Allohu akbar deb tizzalarimizni salgina bukkan holatda qo'llarimiz bilan ushlab rukuga egilamiz. Va rukuda subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim deb 3 marotaba aytamiz. Ana shundan keyin sami Allohu liman hamidah deb qaddimizni tiklaymiz. Ya'ni tik turgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdaga borayotganda albatta birinchi tizzalarimizni qo'yamiz, undan keyin qo'limizni va undan keyin peshona va burnimizni qo'yamiz. Va sajdada turgan holatda qo'llarimizning tirsagi yerga tegib, ya'ni ayollar imkon qadar tizzalarini qornlariga tortib turadi va sajdada turganda subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytiladi. Undan keyin Allohu akbar deb qa'daga o'tiriladi. Biroz tin olgach yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada turganda qo'llar yana yerga tekkan holatda
sajdada subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb qiyomga turamiz. Ya'ni qaddimizni tiklab qiyomda turgan holatda Bismillahirrohmanirrohim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin, ar-rohmanir-rohim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Undan keyin yana bitta zam sura qo'shamiz. Qul huvallohu ahad, Allohus somad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Undan keyin Allohu akbar deb tizzalarimizni sal bukkan holatda ruku qilamiz va rukuda 3 marotaba subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim deb aytamiz. Undan keyin sami Allohu liman hamidah deb qaddimizni tiklaymiz. Qaddimizni tik tutgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz va Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada avval aytganimizdek, birinchi sajdaga borishdan oldin tizzamizni qo'yamiz yerga, undan keyin qo'limizni va undan keyin peshona va burnimizni. Qo'limizni yerga qo'yganda albatta tirsaklarimiz yerga tekkan holatda turishligi shart. Sajdada turganimizda subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz va qa'daga o'tiramiz. Allohu akbar deb qa'daga bir pas tin olgandan keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada yana subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Yana Allohu akbar deb qa'daga o'tirganda ayollar chap oyoqlari dumbalari ostida, o'ng oyoqlari esa yuza qismi qiblaga qaragan holatda bo'lishligi zarur. Va qo'llarimiz, tizzalarimiz barobarda turadi. Ko'zimizni ko'kragimiz tarafga qaratib tashahhudni o'qiymiz. Tashahhud quyidagicha: At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalomu alayna ala ibadillahi s-solihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Undan keyin salovat aytiladi. Allahumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sollaita ala Ibrahim va ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Undan keyin
duo aytiladi. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Undan keyin avval o'ng yelkaga qarab assalomu alaykum va rahmatulloh. Undan keyin chap yelkaga qarab assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beriladi. Mana shunday qilib peshin namozimizning 4 rakatli sunnatini to'liq ado qilgan bo'lamiz. Ana endi peshin namozining 4 rakat farzini o'qilish tartibini o'rganamiz. Peshin namozining ham 4 rakat farzini niyat bilan boshlaymiz. Niyat quyidagicha: niyat qildim peshin namozining 4 rakat farzini qiblam bo'lmish Ka'baga yuzlanib o'qimoqlikni. Allohu akbar deb qo'llarimizni ko'kraklarimiz barobarda ko'tarib, chap qo'limizni ustiga o'ng qo'limizni qo'yib, qo'llarimizni bog'laymiz. Ana shunday holatda sanoni o'qiymiz. Subhanaka Allohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Undan keyin a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin ar-rohmanir rohim maliki yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Undan keyin bitta zam sura qo'shamiz. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Undan keyin takbir tahrima Allohu akbar deb rukuga boramiz. Rukuda tizzalarimizni ushlagan holatda 3 marotaba Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb aytamiz. Ana undan keyin Sami Allohu liman hamidah, Robbana va lakal hamd deb aytamiz. Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdaga borayotganda avval aytganimizdek birinchi tizzamizni, undan keyin qo'llarimizni va undan keyin peshona va burnimizni yerga tegizamiz. Va sajdada turgan holatda Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Qa'dada o'tiramiz. Birinchi qa'dada biroz tin olgach Allohu akbar deb yana sajdaga boramiz. Sajdada yana 3 marotaba Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytamiz. Allohu akbar deb qiyomga turamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin ar-rohmanir rohim maliki yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين. yana bitta zam sura qo'shamiz. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allohu akbar deb ruku qilamiz. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb aytamiz. Va sami'allohu liman hamidah deb qomatlarimizni tiklaymiz. Qomatimizni tik tutgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada yana 3 marotaba Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytamiz. Allohu akbar deb qa'dada o'tiramiz. Biroz tin olgach yana Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada yana 3 marotaba Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytamiz. Va Allohu akbar deb qa'dada o'tiramiz. Tashahhudni o'qiymiz. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna ala ibadillahi s-solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Ana undan keyin Allohu akbar deb peshin namozimizning 3-rakatiga qiyomda turamiz. Yana qo'llarimizni, chap qo'limizni o'ng qo'limizni ustiga qo'ygan holatda bog'lab Fotiha surasini o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allohu akbar deb tizzalarimizni salgina bukkan holatda qo'llarimiz bilan ushlab rukuga egilamiz. Va rukuda Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb 3 marotaba aytamiz. Ana shundan keyin Sami'allohu liman hamidah deb qaddimizni tiklaymiz. Ya'ni tik turgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdaga borayotganda albatta birinchi tizzalarimizni qo'yamiz, undan keyin qo'limizni va undan keyin peshona va burnimizni qo'yamiz. Va sajdada turgan holatda qo'llarimizning tirsagi yerga tegib, ya'ni ayollar imkon qadar tizzalarini qornlariga tortib turadi va sajdada turganda Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytiladi. Undan keyin Allohu akbar deb qa'daga o'tiriladi.
Biroz tin olgach yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada turganda qo'llar yana yerga tekkan holatda sajdada subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb qiyomga turamiz. Ya'ni qaddimizni tiklab qiyomda turgan holatda Bismillahirrohmanirrohim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanirrohim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allohu akbar deb tizzalarimizni sal bukkan holatda ruku qilamiz va rukuda 3 marotaba subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim deb aytamiz. Undan keyin sami Allohu liman hamidah deb qaddimizni tiklaymiz. Qaddimizni tik tutgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz va Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada avval aytganimizdek, birinchi sajdaga borishdan oldin tizzamizni qo'yamiz yerga, undan keyin qo'limizni va undan keyin peshona va burnimizni. Qo'limizni yerga qo'yganda albatta tirsaklarimiz yerga tekkan holatda turishligi shart. Sajdada turganimizda subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz va qa'daga o'tiramiz. Allohu akbar deb qa'daga bir pas tin olgandan keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada yana subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Yana Allohu akbar deb qa'daga o'tirganda ayollar chap oyoqlari dumbalari ostida, o'ng oyoqlari esa yuza qismi qiblaga qaragan holatda bo'lishligi zarur. Va qo'llarimiz, tizzalarimiz barobarida turadi. Ko'zimizni ko'kragimiz tarafga qaratib tashahhudni o'qiymiz. Tashahhud quyidagicha: At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalomu alayna ala ibadillahi s-solihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Undan keyin salovat aytiladi. Allahumma solli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Undan keyin duo aytiladi. Robbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Undan keyin
avval o'ng yelkaga qarab assalomu alaykum va rahmatulloh, undan keyin chap yelkaga qarab assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beriladi. Niyat qildim peshin namozining 2 rakat sunnatini qiblam bo'lmish Ka'baga yuzlanib o'qimoqlikni. Allohu akbar deb qo'llarimizni ko'kraklarimiz barobarida ko'tarib, chap qo'limizning ustiga o'ng qo'limizni qo'yib, qo'llarimizni bog'laymiz va undan keyin sanoni aytamiz. Sanoning o'qilishi quyidagicha: Subhanaka Allohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Undan keyin a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fotiha surasidan keyin ayollar esa amin deb maxfiy ichlarida aytishadi. Undan keyin bitta zam sura qo'shamiz. Inna a'taynakal kawthar fasolli li robbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Undan keyin Allohu akbar deb tizzalarimizni salgina bukkan holatda qo'llarimiz bilan ushlab rukuga egilamiz va rukuda subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim deb 3 marotaba aytamiz. Ana shundan keyin Sami Allohu liman hamidah deb qaddimizni tiklaymiz. Ya'ni tik turgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdaga borayotganda albatta birinchi tizzalarimizni qo'yamiz, undan keyin qo'limizni va undan keyin peshona va burnimizni qo'yamiz. Va sajdada turgan holatda qo'llarimizning tirsagi yerga tegib, ya'ni ayollar imkon qadar tizzalarini qornlariga tortib turadi va sajdada turganda subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytiladi. Undan keyin Allohu akbar deb qa'daga o'tiriladi. Biroz tin olgach yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada turganda qo'llar yana yerga tekkan holatda sajdada subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb qiyomga turamiz. Ya'ni
qaddimizni tiklab qiyomda turgan holatda Bismillahirrohmanirrohim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin ar-rohmanir-rohim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Undan keyin yana bitta zam sura qo'shamiz. Qul huvallohu ahad Allohus somad lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Undan keyin Allohu akbar deb tizzalarimizni sal bukkan holatda ruku qilamiz va rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim Subhana robbiyal azim Subhana robbiyal azim deb aytamiz. Undan keyin Sami Allohu liman hamidah deb qaddimizni tiklaymiz. Qaddimizni tik tutgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz va Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada avval aytganimizdek, birinchi sajdaga borishdan oldin tizzamizni qo'yamiz yerga, undan keyin qo'limizni va undan keyin peshona va burnimizni. Qo'limizni yerga qo'yganda albatta tirsaklarimiz yerga tekkan holatda turishligi shart. Sajdada turganimizda Subhana robbiyal a'la Subhana robbiyal a'la Subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz va qa'daga o'tiramiz. Allohu akbar deb. Qa'daga bir pas tin olgandan keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada yana Subhana robbiyal a'la Subhana robbiyal a'la Subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Yana Allohu akbar deb qa'daga o'tirganda ayollar chap oyoqlari dumbalari ostida, o'ng oyoqlari esa yuza qismi qiblaga qaragan holatda bo'lishligi zarur. Va qo'llarimiz, tizzalarimiz barobarda turadi. Ko'zimizni ko'kragimiz tarafga qaratib tashahhudni o'qiymiz. Tashahhud quyidagicha: At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalomu alayna ala ibadillahis solihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Undan keyin salovat aytiladi. Allohumma solli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sollayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Undan keyin duo aytiladi. Robbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Undan keyin avval o'ng yelkaga qarab Assalomu alaykum va rahmatulloh.
Undan keyin chap yelkaga qarab assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beriladi.